Dizayn manipulyatsiyasi, g'oyalarning o'tmish va kelajakka ta'siri. Zamonaviy hayotimizda dizayn nafaqat bezak, balki jamiyat, texnologiya va avlodlarning shakllanishida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Har bir davr o'ziga xos estetik va funksionallik tamoyillariga asoslangan mahsulotlar va dizayn trendlarini yaratadi. Bu esa bizning kundalik hayotimizga, qarashlarimizga va umidlarimizga ta'sir ko'rsatadi. Ushbu videoda dizaynning tarixiy rivojlanishi, uning inson ongiga ta'siri va kelajak istiqbollari tahlil qilinadi. Avlodlar o'rtasidagi farqlar, sanoat inqiloblari va texnologik yutuqlar dizayn orqali qanday ifoda etilayotganini ko'rib chiqamiz. Shuningdek, kelgusi davr dizayni qanday yo'nalishda rivojlanishi mumkinligi haqida fikr yuritamiz. Har bir avlod o'ziga xos ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy sharoitlarda shakllanadi. Dizayn mahsulotlarida ularning shakllari, funksionalligi va uslubi ushbu jarayonda muhim omil bo'lib, avlodlarning dunyoqarashi va hayot falsafasiga ta'sir qiladi. Dizayn insoniyat tarixida har doim muhim ahamiyatga ega bo'lgan. Sovet davrining oxiri 1980-yillarda SSR parchalanishi va keyingi iqtisodiy inqirozlar dizayn mahsulotlariga aniq ifoda topdi. Masalan, 1960-70-yillarda ishlab chiqarilgan mebellar, radiosimon texnika va kundalik foydalaniladigan predmetlar qat'iy chiziqlar va burchaklarga ega bo'lgan. Bu uslub o'sha davrning siyosiy va iqtisodiy noaniqliklari, tartib va intizomiga bo'lgan ishonchini ramzi edi. Odamlar uchun bu mahsulotlar urushdan keyingi tinchlik, barqarorlik va umid ramzlariga aylandi. Masalan, Sovet davrida ishlab chiqarilgan kommunal mebellar va texnika, ularning qattiq materiallar va aniqligi bilan shu davrning yengilmas ijtimoiy tarzi sifatida qabul qilinardi. 1980-90-yillarda boshlangan texnologik inqilob dizaynning funksional va estetik tomonlarini tubdan o'zgartirdi. Shaxsiy kompyuterlar, mobil telefonlar va interaktiv ekranlar kundalik hayotni qayta shakllantirdi. 1990-yillarda IBM PC va Apple Macintosh kabi mahsulotlar dizaynda minimalistik, intuitiv interfeyslar paydo bo'ldi. Milleniylar avlodi raqamli texnologiyalar bilan o'sib ulg'ayganligi sababli mahsulotlarda qulaylik, ergonomika va interaktivlik asosiy talablarga aylandi. Masalan, 1999-yilda chiqarilgan Apple Mac modeli nafaqat texnik jihatdan ilg'or, balki uning dizayni, ingichka chizgilari, yuqori aniqlikdagi ekran interfeysi va metall korpusi sanoat uchun yangi standartlar belgiladi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 1990-yillarda shaxsiy kompyuterlar va mobil qurilmalar bozorida yillik o'sish 20-30% tashkil etgan. Bunda sabab sifatida dizayn va texnologiya uyg'unlashuvi natijasi ko'riladi. Zoomerlar avlodi 2000-yillarning boshida tug'ilgan bo'lib, ular uchun raqamli dunyo, internet va mobil texnologiyalar hayotning ajralmas qismiga aylandi. Ushbu avlod mahsulotlarda interaktivlik talablarining kuchayishi sabab bo'lib shaxsiy tajribaga, real vaqt rejimida o'zaro muloqotga va moslashuvchi interfeysga katta e'tibor beradi. Zamonaviy smartfonlar, aqlli soatlar va interaktiv qurilmalar dizaynda foydalanuvchi qulayligi, shaxsiylashtirish va real vaqt ma'lumotlari asosiy o'rinni egallaydi. 2010-yillardan boshlab raqamli mahsulotlar dizaynida foydalanuvchi tajribasiga qaratilgan xarajatlar global bozorda 40-50% ga oshgani kuzatiladi. Bu esa zoomerlar avlodining talablarini aks ettiradi. Texnologiya rivojlanishi dizayn sohasida tub o'zgarishlarga sabab bo'ldi. Innovatsion mahsulotlar nafaqat yangi shakllar, balki dizaynning funksional jihatlarini ham qayta ko'rib chiqishga undaydi. Keling, dizaynning qanday rivojlanishini sanoat inqiloblari, avtomobil dizayni, shaxsiy texnika va kundalik hayot predmetlarining o'zgarishlari misolida ko'rib chiqsak. Avtomobil sanoati dizayn sohasida eng innovatsion va ko'p o'zgarishlarga uchragan sohalardan biridir. 1985-yilda ishlab chiqarilgan Ford Taurus modeli avtomobil dizaynda inqilobiy yondashuvni namoyish etdi. Taurus modelida an'anaviy ravishda ajratilgan bamperlar va o'zaro mustaqil qismlar o'rniga karosseriya elementlaridan yagona, maneli shaklda jamlanishi kuzatiladi. Bu yondashuv nafaqat avtomobilning tashqi ko'rinishini, balki uning aerodinamika va energiya samaradorligini ham oshirdi. Taurus dizayni avtomobilning aerodinamikasi va yonilg'i samaradorligini yaxshilashga xizmat qildi. Misol uchun, ushbu model chiqarilgan davrda avtomobil sanoat bozorida yillik 2-3 million dona sotilganligi, uning innovatsion dizayni va funksionalligi bilan bog'liq ekanligi qayd etilgan. Taurus modeli keyinchalik boshqa yirik avtomobil ishlab chiqaruvchilar uchun ham ilhom manbai bo'ldi va avtomobil dizaynining yangi bosqichga o'tishiga zamin yaratdi. Shu tariqa, avtomobil dizayni insonning hayotda harakat, tezlik va zamonaviylik ramzi sifatida qayta talqin qilindi.
1990-yillardan boshlab shaxsiy kompyuterlar va mobil qurilmalar dizaynida sezilarli o'zgarishlar yuz berdi. Apple kompaniyasining biodizayn konsepsiyasi organik shakllar, yumshoq konturlar va minimalistik interfeyslar asosida mahsulotlarni qayta qurdi. 1999-yilda ishlab chiqarilgan Mac modeli nafaqat uning texnik imkoniyatlari, balki estetik jihatlari bilan ham sanoat standartlarini o'zgartirdi. Ushbu mahsulotlar foydalanuvchi tajribasini oshirib, interaktivlik, qulaylik va yuqori aniqlikka asoslangan dizayn yondashuvini taqdim etdi. Masalan, Apple kompaniyasining dizayn strategiyasi 2000-yillarning boshida global bozorda 30-40% gacha bo'lgan bozor ulushiga ega bo'lishiga yordam berdi. Shaxsiy texnika mahsulotlarining dizaynida texnologik yutuqlar, yuqori rezolyutsion ekranlar, yengil materiallar, tezkor protsessorlar ularning estetik va funksionallik jihatlarini tubdan o'zgartirdi. Apple'ning 1999-yilda ishlab chiqargan modellari dizayn va texnologiya uyg'unlashuvi natijasida yaratilgan mahsulot sifatida keyingi yillarda butun sanoatga yo'l ko'rsatdi. Shaxsiy texnika va kompyuter dizayni inson ehtiyojlari va intuitsiya asosida qayta qurildi. Bu esa interaktivlik va qulaylikni ta'minladi. Natijada texnologik mahsulotlar foydalanuvchi uchun yanada shaxsiy va qulay tajriba yaratishga qaratilgan bo'ldi. Dizayn kundalik hayot predmetlarida ham innovatsion yondashuvlarni namoyon etadi. 20-asr boshlaridan boshlab moda sanoati ham o'zining turli davr uslublari Bauhaus, Art Deco, minimalizm va postmodernizm orqali shakllandi. Har bir davr o'zining madaniy qadriyatlari, iqtisodiy sharoitlar va texnologik imkoniyatlarga mos ravishda o'ziga xos dizayn tamoyillarini ishlab chiqdi. Zamonaviy interyer dizaynda ergonomika, qulaylik va estetika asosiy o'rinni egallaydi. Yangi materiallar, masalan, kompozit materiallar, qayta ishlanadigan plastiklar va ekologik toza materiallar mebel sanoatida keng qo'llanilmoqda. Mahsulot dizaynining ushbu sohalarda o'zgarishi iste'molchilar ehtiyojlarini qondirish bilan birga bozor talabining o'sishiga ham sabab bo'ladi. Masalan, ergonomik mebellar va qulay ofis jihozlari ishlab chiqarish yillik savdosida 10-15% ga o'sish kuzatilgan. Turli ijtimoiy qatlamlar va iste'molchilarning psixologik xususiyatlari mahsulot dizaynining shakllanishida muhim rol o'ynaydi. Dizayn ijtimoiy va madaniy jarayonlarning ajralmas qismi sifatida har bir madaniyatning o'ziga xos estetik qadriyatlarini aks ettiradi. Masalan, sharqiy madaniyatda rang-barang naqshlar, ornamentlik elementlar va qo'lda chizilgan naqshlar keng tarqalgan bo'lsa, g'arbda minimalizm, funksionallik va soddalik asosiy dizayn tamoyili hisoblanadi. Turli ijtimoiy qatlamlar o'rtasida farqlar mahsulot dizayniga ta'sir qiladi. Yuqori darajadagi iste'molchilar uchun premium va eksklyuziv dizayn, o'rta qatlamlar uchun esa funksionallik va qulaylik asosiy talablarga aylanadi. Sotsiologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, 2000-yildan keyin iste'molchilarning 65-70% mahsulot dizaynini sotib olish qarorida muhim omil sifatida ko'rib chiqmoqda. Dizayn mahsulotlarining muvaffaqiyati bozor sharoitlari va marketing strategiyalariga ham bog'liq. Yangi dizayn mahsulotlari bozorda iste'molchilarning ehtiyojlari va psixologik xususiyatlariga mos ravishda ishlab chiqiladi. Masalan, ko'plab global brendlar innovatsion dizayn strategiyasi orqali 20-30% ga sotuvlarni oshirishga erishgan. Dizayn, brend imidji shakllantirish va iste'molchilarga mahsulotlarning yuqori sifatini ta'minlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Global kompaniyalar Nike, Apple va Tesla o'z mahsulotlarida innovatsion dizayn tamoyillarini qo'llash orqali bozorda yetakchi o'rinlarni egallab kelmoqda. Globalizatsiya sharoitida dizayn mahsulotlari xalqaro standartlarga mos ravishda ishlab chiqiladi. Bu esa turli mintaqalarda iste'molchilar ishonchini qozonishga yordam beradi. Zamonaviy dizayn global miqyosda shakllanib bormoqda. Chunki turli mintaqalarning uslublari, tajribalari va innovatsion yondashuvlari bir-biriga ta'sir ko'rsatmoqda. Xalqaro hamkorlik va madaniyatlararo almashinuv dizaynda yangi, noyob kombinatsiyalarni yaratishga, shuningdek, global bozorda yagona standartlar va me'yorlarni shakllantirishga olib kelmoqda. Globalizatsiya jarayoni dizayn sohasida ham chuqur ta'sir ko'rsatmoqda. Dunyoning turli burchaklarida yaratilgan dizayn yechimlari Yevropa, Amerika va Osiyo bir-biriga ta'sir qilib, yangi global trendlarni shakllantiradi. Xalqaro dizaynerlar va brendlar o'rtasida olib borilayotgan hamkorliklar mahsulotlar dizaynida innovatsion uslub va texnologiyalarni joriy etishga olib kelmoqda. Misol uchun, 2010-yillarda xalqaro dizayn festivallari va ko'rgazmalari orqali global dizayn innovatsiyalariga bo'lgan talab 25-30% ga oshgani qayd etilgan. Global bozorda muvaffaqiyat qozonish uchun dizayn mahsulotlari yuqori innovatsiya, kreativlik va xalqaro standartlarga mos kelishi zarur.
Dizayn mahsulotlarini patentlash va intellektual mulk sifatida belgilanishi ularni huquqiy himoyasini litsenziyalashni ta'minladi. Bu esa raqobatbardoshlikni oshirishga xizmat qiladi. Shuningdek, mahsulot dizayni va ishlab chiqarish jarayonida xalqaro standartlarga rioya etish global bozor talablarini qondirishga olib keladi. Yirik global kompaniyalar dizayn orqali o'zlarining noyob brend imijini shakllantirib, iste'molchilar e'tiborini jalb qiladi. Bugungi kunda ekologik barqarorlik va atrof muhitni muhofaza qilish dizayn jarayonining ajralmas qismiga aylangan. Yashil dizayn, qayta ishlanuvchi materiallar va energiya tejovchi texnologiyalar orqali mahsulotlar nafaqat estetik jihatdan, balki ekologik jihatdan ham mas'uliyatli bo'lishni ta'minlamoqda. Bu yondashuv kelajak avlodlar uchun yanada toza va sog'lom yashash sharoitini yaratishda muhim rol o'ynaydi. Atrof muhit muammolari bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Dizayn sohasida ekologik yondashuvlar va barqarorlik tamoyillari tobora keng ommalashmoqda. Mahsulotlarni ishlab chiqarishda qayta ishlanadigan materiallardan, energiya tejovchi texnologiyalardan va ekologik toza materiallardan foydalanish keng tarqalmoqda. Masalan, avtomobil sanoatida elektromobillar va gibrid texnologiyalar, shuningdek mebel elektronika sanoatida yashil dizayn yechimlari muvaffaqiyatli joriy etilmoqda. Dizayn jarayonida resurslardan oqilona foydalanish, chiqindilarni kamaytirish va qayta ishlash tizimlari ishlab chiqilmoqda. Tadqiqotlarga ko'ra, barqaror dizayn yechimlari mahsulot ishlab chiqarish xarajatlarini 10-15% ga kamaytirishi mumkin. Dizayn mahsulotlari inson salomatligi va psixologik farovonlikni oshirishga ham katta hissa qo'shadi. Ish joylari, ofis mebellari va shaxsiy qurilmalarda ergonomik yondashuv insonning sog'lig'ini mustahkamlash va mehnat unumdorligini oshirishga qaratilgan. Masalan, ergonomik stullar va moslashtirilgan ish stollari foydalanuvchining tana tuzilishini himoya qilishi va uzoq muddatli ishlashda qulaylik yaratish bilan ajralib turadi. Yashil arxitektura va dizayn orqali tabiiy yoritish, ochiq makonlar va havo aylanishi yaxshilanadi. Bu esa insonning psixologik va fiziologik jarayonni oshirishga xizmat qiladi. Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning rivojlanishi dizayn sohasini tubdan o'zgartirmoqda. Virtual reallik, 3D modellashtirish va interaktiv prototiplar dizaynerlarga mahsulotlarni real vaqt rejimida sinab ko'rish va optimallashtirish imkonini beradi. Bu yangi ufqlar dizayn jarayonini samarali, tez va innovatsion yondashuvlar bilan boyitmoqda. Sun'iy intellekt va mashina o'rganish texnologiyalari dizayn jarayonlarini avtomatlashtirish va takomillashtirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Sun'iy intellekt yordamida dizaynerlar ko'plab variantlarni tezda sinab ko'rish, optimallashtirish va real vaqt rejimida tahlil qilish imkoniga ega bo'ladi. Foydalanuvchi ma'lumotlari va xatti-harakatlarga asoslanib, individual ehtiyojlarga mos mahsulotlar dizayni yaratish sun'iy intellekt yordamida yanada osonlashmoqda. So'nggi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt asosida dizayn tizimlari mahsulot ishlab chiqish vaqtini 30-40% ga qisqartirishga yordam beradi. Yangi texnologiyalar yordamida mahsulot dizaynini 3D modellashtirish, virtual reallik va interaktiv prototiplar yaratish imkoniyati kengaymoqda. Dizaynerlar VR texnologiyalardan foydalanib, mahsulotlarni virtual makonda sinab ko'rish va real ishlab chiqishdan oldin optimal yechimlarni aniqlashlari mumkin. 3D skanerlash va raqamli modellashtirish yordamida yaratilgan prototiplar foydalanuvchilar bilan sinovdan o'tkazilib, ularning fikr-mulohazalari asosida takomillashtiriladi. Bu esa mahsulot sifatini va funksionalligini yanada oshiradi. Zamonaviy dizayn dunyosida ijodiy yondashuv va innovatsiyalarni rivojlantirish bilan birga, etika va intellektual mulkni himoya qilish dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Dizaynerlar va kompaniyalar o'z asarlarida original g'oyalarni rivojlantirish, adolatli raqobat va huquqiy himoyani ta'minlash zarurligini chuqur tushunishlari kerak. Ushbu yondashuv nafaqat ijodiy erkinlikni saqlash, balki sanoatning barqaror rivojlanishini kafolatlaydi. Yangi dizayn yechimlari yaratilayotganda etik tamoyillar va ijtimoiy qadriyatlarni hisobga olish muhim hisoblanadi. Dizaynerlar o'z ishlarida original g'oyalarni rivojlantirishga intilib, intellektual mulk huquqlarini hurmat qilishlari zarur. Har bir dizayn yechimining ijtimoiy va madaniy oqibatlari oldindan tahlil qilinishi, uning ijobiy yoki salbiy ta'sirlarini baholash kerak. Innovatsion dizayn mahsulotlari himoya qilish va intellektual mulkni saqlash bugungi kunda tobora dolzarb masala hisoblanadi. Yangi dizayn yechimlarining patentlanishi, raqobatchilardan himoya qilish va brend imijini mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. Yirik kompaniyalar va mustaqil dizaynerlar o'rtasida litsenziya shartnomalari tuzish innovatsion mahsulotlar bozoridagi muvaffaqiyatni ta'minlashda hal qiluvchi omil hisoblanadi. Kelajak dizayni yangi texnologiyalar, ijtimoiy ehtiyojlar va global tendensiyalar asosida shakllanadi. Yangi materiallar, moslashuvchan interfeyslar va shaxsiylashtirilgan yechimlar dizaynning yangi yo'nalishlarini belgilab beradi. Ushbu bashoratlar kelajakda inson hayotini yanada qulay, samarali va umidli qilishda innovatsion dizaynning roli yanada ortishini ko'rsatmoqda.
Kelajak dizayni texnologik yutuqlar, yangi materiallar va innovatsion ishlab chiqarish texnologiyalari bilan chambarchas bog'liq bo'ladi. Yangi texnologiyalar, masalan, kvant hisoblash va nanomateriallar kashfiyoti dizayn jarayonlarini tubdan o'zgartirish imkoniyatiga ega. Bu mahsulotlarni yanada mustahkam, yengil va energiya samarador qilish kutilmoqda. Kelajak mahsulotlarda foydalanuvchi moslashtirilgan interaktiv interfeyslar, aqlli materiallar va sun'iy intellektning qo'llanishi orqali shaxsiy tajriba maksimal darajada oshiriladi. Yangi avlodlarning talab va umidlari kelajak dizaynda muhim o'rin egallaydi. Barqaror rivojlanish, ekologik tozalikka intilish va inson salomatligini e'tiborga olgan dizayn mahsulotlari global bozorda asosiy tendensiyalardan biriga aylanishi mumkin. Har bir iste'molchining o'ziga xos ehtiyojlari va uslubini hisobga olgan shaxsiylashtirilgan dizayn yechimlari keng tarqaladi. So'nggi so'rovnoma va marketing tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, iste'molchilarning 70% ga yaqinligi mahsulotlarda individual yondashuvni yuqori qadrlaydi. Texnologik yutuqlar va global tendensiyalar, shuningdek, ijtimoiy o'zgarishlar kelajak dizayni jamiyatning barcha qatlamlarini qamrab oluvchi yechimlarni ishlab chiqishda asos bo'ladi. Dizayn bu inson hayotining tashqi ko'rinishi bilan cheklanib qolmay, uning ruhiy, ijtimoiy va madaniy ekologik dunyosini shakllantiruvchi omildir. Tarix davomida qat'iy geometrik shakllardan boshlab, yumshoq, organik va interaktiv dizaynlarga o'tish jarayoni inson ongining, texnologik yutuqlarning va ijtimoiy qadriyatlarning uyg'unlashuvi natijasi sifatida namoyon bo'ldi. Avlodlarni shakllanishda texnologik innovatsiyalar, ijtimoiy madaniy o'zgarishlarda va global tendensiyalarda dizayn mahsulotlarining roli tobora kuchayib bormoqda. Kelajak dizayn ish joyidan tortib transport va shaxsiy texnika, kundalik foydalanilgan predmetlargacha yangi yondashuvlar, innovatsion materiallar va texnologiyalar orqali inson hayotini yanada qulay, samarali va umidli qilishga xizmat qiladi. Ushbu video dizaynning tarixiy ildizlari, texnologik va ijtimoiy inqiloblar, global tendensiyalar, ekologik yondashuvlar va sun'iy intellekt ta'siri, etika va intellektual mulk, shuningdek kelajakdagi yangi yo'nalishlar haqida batafsil tahlilni taqdim etdi. Har bir dizayn yechimi inson ongida, jamiyatda va texnologik taraqqiyotga chuqur iz qoldiradi hamda kelajakning yangi, innovatsion, barqaror va qulay yo'nalishda shakllantirishga xizmat qiladi.